Dünya Uyghur Kurultayı 4. növbetlik vekiller kurultayı Yaponiya parlamentida dağdığılık içildi. Dünya Uyghur Kurultayı 4. növbetlik vekiller kurultayı Yaponiya parlamentinin sahipxanlığında 2012 yılı 4. may günü Yaponiyanın paytaxtı Tokyo'da şu yer vakti saat 10'da 20 devletten kelgan 120 nefer resmi vekil, aziz mehmon sifatida kelgan her sahadaki erbablar, Yaponiya parlament a'zolari bo'lib 390 dan ortiq odamning ishtirok qilishi bilan dağdığılık içildi. Bu növbetlik qurultayning nihoyatda dağdığılık holda Yaponiyada içilishi Xitoyda nihoyatda tez inqos qo'zg'adi. 4. növbetlik vekiller qurultayı Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin reisi İlham Mahmud Efendi'nin riyasetçiliki, Dünya Uyghur Kurultayı reisi Rabia Hanım'ın içiliş nutqi sözüdün burunqi Şərq Türkistan Dövlət Marşı ve Yaponiya Dövlət Marşı'dan keyinki kızgın alqış sadaları içinde başlandı. Rahmet. Merhamet. Assalamualaikum. Barlık minallah. Assalamualaikum. Barlık kırındaşlar. Dünyanın hem yerinden kelgen Dünya Uyghur Kurultayı'nın 4. növbetlik yig'inining qatnaşqıçıları bugün hemminlarni Dünya Uyghur Kurultayı'nın 4. növbetlik içiliş murasimi bilen tebriklayman. Biz bu yig'inni intayin kiyinda, intayin mushaqqatda, nurg'un to'solg'ilar bilan bugün meydanda keltirdik. Bu qitim içilib atqan Dünya Uyghur Kurultayı 4. növbetlik Uyghur xalqining chet ellardagi musofir bo'lib yurgan musofirlarning birlashib o'z vatanining ozodligi va o'zining erkinligi va o'zining milliy qutulib qilishi uchun kurash qilayotgan va to'plangan o'rni Dünya Uyghur Kurultayı'ning dunyoning har yeridagi 20 necha davlatda sargardor bo'lib yurgan erkinlik, ozodlik jangchilarining to'plashgan bir yig'inidir. Dünyanın hem yerden kelgen qatnaşqıçılarını, Yaponiya parlamenti ve Tokyo parlamenti ve Yaponiya dostluk cemiyeti ve Türkiye'den kelgen, Amerika'dan kelgen, Germaniya ve Şvesiya barlık devletlerden Norvegiyadan kelgen şeref mimarlarına Çin ko'nglimdan rahmat etaman. Her 20 milyon Uyghur xalqlaridan Çin ko'nglimdan rahmat etaman. 4 yıl oldu, 4 ketimlik yig'in açtık. Dünyanın sahnesiga Uyghur davasını hem de açıkladınız. Bizning davayimiz Xitoy kommunistlarının özünün maqsadida qorong'i yerda yetib qozonishida qolmoq chiqdi. Lekin dünyanın demokratiya davlatlarining, Amerikaning, G'arbning, Musulmon davlatlarining va Turk davlatlarining va Yaponiyadagi shunday demokratiyani hurmatlaydigan davlatlardagi demokrat jangchilarning bizga bo'lgan yordami bilan Uyghur davası xalqaro sahnada bir kishilik o'rin oldi. Men turmadan 2005 yılı 3. ayının 17'si çıktığından ta hazırgacha mushu bütün dünyadaki bizning qo'lluvchilarimiz ve bizim etrafımızda dünya
yaşayotgan Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Mongol, Katarlık, Şark Türkistan'da yaşayotgan bugünkü mehmonimiz bo'layotgan qarindoshlarımızın ortak tirişish oldida aslida biz amalga oshiryapmiz ham dunyo sahnasida da'voimizni mushunchalik axborotchilar keladigan bir vaziyatga aytdik. Qarindoshlar, biz burun hatta o'zimizni ko'ydirib olsakmi, biz burun hatta ko'chalarga chiqib vaqirsakmi, birer muxbirni tepib o'zimizning da'voimizni anlatolmaydik. Mana bugun 4-chi navbatlik Dunyo Uyghur qurultiyining yig'inida Yaponiya zaminida Osiyodagi eng demokratiya davlat bo'lgan Yaponiya zaminida biz o'zimizning 120 vakilimiz bilan va sharaf mehmonlarimiz bilan birga parlamentning bu zalida o'zimizning ovozimizni dunyoga anglatish fursatiga erishdik. Bu olam shuman bizni qo'llashdi. Biz mushundaq bir kunlarni shundaq kutgan. Endi biz mushundaq bo'layotgan bir paytda bizning xalqimiz minglarcha, 10 minglarcha hurmat yetyapti. Xitoy hukumati biz da'voimizni dunyoga anlatyotgan bo'lsa, Xitoy hukumati bizning xalqimizni assimilyatsiya qilishni, yo'qotishni, hatto o'ldirib tegishni ilgari suryapti. Biz burun sistemalik assimilyatsiya qilindik, erkinlik, kishilik huquq va demokratiya deb yig'ilgan bo'lsak, hozir biz qanday hayot qilamiz? Biz qanday o'zimizni qutuldiramiz? Biz bilan Xitoy kommunistlari orasida hayot mamatlik ko'rishib bo'lyapti. Dal mushundaq bir paytda Xitoy hukumatining dunyoga intan cho'ng superman bo'lib ko'ringan bir paytda, dunyoning Xitoy hukumati bilan iqtisodiy birligi bo'layotgan bir paytda bizdek bir ojiz millat, ya'ni Yaponiya parlamentining ichida mushundaq bir yig'inimizni maydonga aytyapmiz. Buning uchun Yaponiya parlamentidagilarga va Yaponiya xalqiga, Yaponiya hukumatiga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Qanchalik odam o'zini ko'ydirib o'ldirib oladi. Mongollar qanday bo'lyapti? Endi bizning xalqimiz hozir qonunsiz o'ldirish, o'zi bilgancha tutqun qilish, ko'chmanlar bilan tarmoq qilish, odamlarimizni tarqoqlashtirish, iqtisodiy jihatdan vayron qilish va muarif jihatdan vayron qilish, axloqiy jihatdan tugutish girdobga duch keldik. Biz Xitoy hukumatiga tinchlik bilan suhbat o'tkazishni bir necha qatim Yevropa parlamentida va boshqa yerlarda o'tirib qo'ygan bo'lsak-mu, Xitoy hukumati bizni davomli dunyoga bo'lgunchi va boshqa ismlar bilan atab bizni rad qilib keldi. Bizning o'ttirga chiqib dunyo Uyghur qurultiyiga yig'in etishimiz, mayli Yaponiyada bo'lsin, mayli Avstraliyada bo'lsin, mayli Amerika, Yevropada bo'lsin, biz Jungoning o'ziga tinchlik akilish, Jungoda yaşayotgan, hatta Jungo besib olgan Sharq Turkistondek, Tibetdek, Mong'oldek millatlar bilan har qanday Xanzo xalqining o'rtasida o'rtaq paydo qilish va kelishim hosil qilish, tinch yashash muhitini yaratish, o'zimizni erkinlikka erishtirish, ularni tinchlikka erishtirish uchun biz Dunyo Uyghur qurultiyi dunyoning erkinlik xizmatiga, dunyoning yasharining tinchlik amligiga bir kishilik hassimizni qo'shyapmiz. Bunun ki men şunday qilamiz. Biz Minjabo hukumatining, Xujunta hukumatining, hozirgi Shinjongda shuji bo'lib borgan raislarning bizning xalqimizni qirishdan to'xtatishni va hozirgi hukumatning islohot ettirishini, siyosiy islohot qilishni, strategiyasini o'zgartirgan bir tarixning kelganligini, mutlaq tarixning shunday bir hukmining borligini to'liq yetishni umid qilamiz. Jungochi sotsializm, Jungochi demokratiya, Jungochi boshqarish, Jungochi kishilik huquq. Bu safsata hozir qilib qoldi. Endi payt nimaga keldi? Cho'qim biz yolg'iz Tibet, Uyg'ur, Mong'ol xalqi emas, Xitoy xalqi, Xanzo xalqi o'zini e'tirof qilmaydigan bir payt keldi. Xitoy hukumati hozir endi qilmagan narsa faqat demokratiya, erkinlikka minishli qoldi. Xitoy hukumati cho'qim demokratiyaga, erkinlikka minish kerak. Xitoy hukumati bizga tinchlik berish kerak. Bizning xalqimizni o'ldirib
Rabia Qadir xonimning ichilish nutqidan keyin 4-navbatlik vakillar qurultayining ochilganligini tabriklash olqish sadolari xili uzunga so'zildi. Diqqatinglar keyingi naq maydon programmamizda bo'lsin. Xabarni Tokiodan Absalom Niyaz Uyg'ur tarqatdi.